Keşme kirib qapti. Bir iki ay batdi. Mening anglag'anim esimda, lekin so'zladimmi, so'zlamadimmi toza esim yo'q. Bir to'rdishimizning yo'ldoshining shu qatnash vaqasi qaytishib ketganligi. Qaytish bo'lgandan keyin tekshirsa, endi mashinasini haydab 400 yo'lda ketib yetib, bika yandagi bir tommi, stilbomi bir narsaga bir usib, keynigan turib yana usib, uchinchi qitim usiganda endi qattiqroq usganmi. Ashdan qaytish bo'lib ketgan bir ishni anglagandim, lekin so'zliganim toza esimda yo'q. So'zlagan bo'lsam so'zlangiz deb qo'yasiz. Ashnadan burunmi endi bu to'rdishimiz nurg'un ishlarni deb yo'ldishi bu to'rdishimizga nurg'un ishlarni deb biribdi ekanda. Ashnadan burun so'zlagan ishlayotgan yerda u bir neda birisining ovozi chiqib amaliyotda u bir neda hech kim yo'q. Ayollar u bir narsa taqayotgan u birni. Ammo ichidan bir ayolning ovozi chiqib, andan keyin idorasidagilar usul tayyorlab usul o'ynayotsa, ikkinchi qavatdan bir qarab degandek ashta ishlab olgan. Ana bu to'rdishimiz yana bir mo'jizlarni esigib, to'liqlab turibdi. Shu qaytish bu kishidan burun bo'lgan ishlar ekanda, shuni so'zlab beray. Endi bu to'rdishimizning yo'ldishi shu bir yezning kadr ekanda. Bir qitim xizmat sababi bilan shu o'zining yezisidagi qeri cho'rlarni yo'qlaymiz deb bir yo'ldosh momayning uyiga ikki xanzu yo'ldosh xizmatdoshi bilan uchi yo'qlab bordi ekan. Endi bu yezugan bilan binoyidan bo'ldi hozir yezlarda. Bu momayning uyi 3-qavat ekanda. Shu uyga kirib, ancha-muncha ahvol so'rab, pul berib, unmay guruch bilan berib, qaytirgan chog'da bu rasm tatib olay deb boshqa xizmatdosh o'ltirdi ekan. Bu to'rdashning yo'ldishi rasm tatir ekanda. Andan o'zi bordi tatirga ashta qilib 3-4 parcha rasmni shu to'rdashning telefonida tatir ekan. Tatib andan keyin idoraga bordiga berib o'tirib, boshqa rasmlarni ko'rpa qo'yib ko'rib, boshqa hech qanday masala o'zi berib o'ltirgan vaqtda tatgan rasmga yo'g'otib qarasa, bu momayning derisining oldida o'ltirgan ekan, bular 3-qavatning. U deriz ochiqga, lekin shu derizning yenig'ilam bir ayolning beshi. Shu dub tuylaklikka deydi u. Mush choplashib, mush odamga qarab turg'ini chiqib qolgan ekanda. Voy tova deb hayron bo'lib buni xizmatdoshlariga ko'rsatishga qaramaydi birnim turdi desa, ular qat'iy ko'maydi ekanda, "Nayadunda birnim bor" deb. Shuning bilan ayolig'im shu rasmga qaradi, shu o'zi ko'rgan yerni qizil narsani ichiga ilib, "Avvalgiga bu ayol qarsimi hech nima yo'q deb edi. Ya men hech nima ko'rmadim, u bu" deb o'tkazdir ekan. Men ashta ko'rayotgan o'xshayman. Charchoqqa o'xshayman deb bu ish mushtaq o'tkazdir ekanda. O'tib endi shu kuni kechda bularning uyi endi ayrim ikki yuzda o'xshaydi, cho'ng uy ekanda ayoli. Bu yo'ldishi o'zining uyiga qaytar ekan, yolg'izga. Shu qaytib kechida endi uxlagan vaqtida rasman shu rasmni ko'rgan boshni yana tushar ekanda. Bu faqat bir boshlik ya, buning badan taraf yo'q ekan. Bu yerda bo'ynimi yo'q ekan, shu deb tuylakli bir boshga. Ammo chechi ekanda, uzun chechi. Tushida endi qop-qorong'i bir yerda o'ltirgan ekan bu odam. Mush bosh nereden kelganini uqmaydi ekan, mush laylab mush quchqig'i kelib, mana shu ustiga qarab, mush odamning yuziga qarab, ajoyib bir sat kuladi ekanda, tishlarini chiqarib. Tishlarini qo'pqor ekan deydi. Boshqa ham normal ayol kishinikidek ekan. Shunda oshnondan cho'chib uyg'onib ketdi ekan. Uyg'onib qarasa, tush ko'rib qoldi. Men kallamni ta'sir qildi, rasmni ketib. Shu o'ylab o'ltirsam, shu eshik urgan ovoz anglandi ekanda. Gum bir eshik urdi ekan birisi. Buni lo'yin qilibdi ekan, shu bir eshik urgan ovoz ekan, buni qaytib tushmaydi ekan. Shuning bilan bu kim eshik uryapti deb berib mushuk ko'z bor, ashani ichib qarasa, zalda chiroq yiniq ekan, lekin hech kim yo'q-da. Ammo eshikni urgan ovoz to'xtamaydi ekan, hatto ichib qarayotgan vaqtidami gum eshik urilaverdi ekan. U hech nima yo'q, eshik urilgandan keyin hech kim ochmaydi, qo'rqib eshikni ochmaydi ekan. Shu uyga kirib jimni yetib oldi ekan, bu eshik toki tong otqicha urildi ekanda. Bir chog'da xo'roz chillab tong suzildi ekan, ondan bu ovoz to'xtaydi ekan. Shuning bilan teshik chiqishga jur'at qila oladi ekanda. Nima shu ketib borib deb eshikni ochib zalga qarasa, shu eshigining oldiga ikkita ayollarning choch bo'g'adigan qizil
boqquchidan shikinem shu birini o'ngga bir solga işte qo'y qo'ygan ekan. Endi uning bilan ko'rinmaylan bo'ldi, men ketaychi deb bash at deganda uyga berib elib, shu ayoliga, opasiga deydi ekanda, mushta bo'ldi deb. Desvoy charchab qolsa deb bularni iranishmay endi o'tkazib ekan bu ishni. Ondan keyin bu ish o'tib ketib, yana ozroqdan keyin yana mushtaq ikkisi ayrim turayotgan vaqtga cho'ng ekan ayoli. Telefon qildi ekanda eri. Bu nima bo'ldi deb olsa, va men uyda birnim ratlayotdim. Sama oyoq ip qo'ydingmi deydi-kanda. Demaslik oyoq olmadim desa, unda emas tursa ip qo'ygansa ishkovimning ichida bir jup xurum oyoq turdi, lekin qizil rangga. Nimdaqsat oyoq ip qo'ydingsa, opsa buni menga shu to'qis qo'sh qilma deb sep qo'ygan o'xshaysan, lekin qizilni olamsan dedik. Voy nima deydigansiz, men olmadim, men oyoq olmadim sizga desa. Bu qanday bo'lib qoldi deb, endi u oyoqning razmisi 48 razm ekanda. Bu odam bo'yigiz odam oldin qaytmas degan 1.90 deganmi. Endi balkim 45-46 dan kelib qoldi, lekin 48 emas kelibdi. Cho'nglab qo'yibsa, voy men olmadim deb turadi ekan. Aysa opsa deganki, men olsam olgan men bo'ldilar tashiydilar deb. Nimalarni deydigan deb bir xil qo'yib ekan telefonni. Men sen rost olmadingmi deb yana telefon qilib so'raydi-ki, yo men olmagan, men so'qmadim. Tashiydim, ashiyat bog' o'xshaydi shu uyda deb. Deganlikka bo'ptimsa deb bu oyoqni tashlaydi ekan. Shunda bu ish o'tib ketib, endi yana ozroq vaqtdan keyin bu to'rdashning idorasida shu dejurniy turadigan navbat keldi ekanda. Shu asli 3 odam turadi ekan. Birga o'sha odam bor ekan, yana birisiga bir ayol kadrning yosh bir singlisimi, qizimi chiqib bir 19-20 larga kirgan bir qiz bor ekan. Yana bir kadrning o'rniga bir yosh bola bormoqchi ekan, lekin u bola bormaydi ekanda, bir ketib qoldimi. Shunda bu idorada ikkisi dejurniy turib qoldi ekan. Turib endi almashib turdi ekanda, turib bir vaqtda bu qiz dejurniy xonada o'ltirdi ekan. Ama adamning o'zining yotig'iga yirib ekanda, ishxonasida. Siz bir o'tirib turolmay yotoqqa kirib yotay deb, ishxonasiga kirib yotar ekan, endi birga o'taqlamaydi kechida. Yetib bir vaqtda uxlayotgan vaqtda uyg'on ketdi ekanda. U qizmi shunda gap oz qiz ekan, bu qiz chiqib gaplashmagan ekan bo'lmasa. Shu uyg'onib ketib, shu eshikning oldiga birisi kelganda ko'p qolganda ishxonasining oldiga. Shu chiqib boqaymi deb, o qiz kelib qoldimi, eshikning oldiga deb eshikni ochib, shu dejurniy xon tarafga qaraydi ekanda, qarasa, ashada bir qizil ko'ylak kiyib olgan, chechi uzun bir qiz turganda. Ash qizni ko'rgandan boshlab, endi bu odam bir xil qalsoq, ko'zoq, boshqa hamma yeri haqni kontrol qilib o'tib ketgandek, o'zini boshqarolmaydi ekanda. Shu boshqarolmay, shu butun rasmiy birisi yo'tkab menayotgandek, qizil ko'ylak qiz tarafga mangdi ekan. Faqat ko'zlam saqta hamda u yoqqa qaray oladi, qalsda o'ylay oladi, lekin putqolni o'zi boshqarolmaydi. Shuning bilan mengib bu qizga yaqin kelganda, bu qiz bunday mengib bilan dejurniy xonning ichiga kirishtirganda, bu odam endi yana ashtaq mengib egishib dejurniy xonga kirsa, yiliqi dejurniy xonda o'ltirgan qiz o'rindiqqa yo'linib, beshin tuvan qilib telefon o'ynayotgan mikan ish qilib qotgan ekan. Beshin ko'tarib qarmaydi ekanda. Shunda yiliq qizil ko'ylak kiyib olgan qiz asta mengib shu o'ltirgan qizning keynida turib oldi ekan. Turilib, ondan keyin bu odamga qarab bir xilliqi naz qildi, akildi demdiq. Bir xil g'alati, bir qiliqsiz harakatlarni qilib ketirganda edi. Qolgandan keyin bu odam ham qarab bir xil bo'lib ketirgan, men demoqchi qotgan deb. Shunda bu mengib yana o'zini boshqaramay, yiliq qiz bilan o'ltirgan bo'lsa, ikki qo'lni shu o'tirgan o'rindiqning yo'lanchikining keyniga qo'yib, bu qizga qarab turdi ekanda. Turgandan keyin ondan bu qiz beshin ko'tarib bu bola qaraydi ekan. Ashjaranda haliqi qizil kiyim yo'qolib ketar ekanda, shu berib qo'l qo'ygandan boshlab. Shu beshin ko'tarib bunday qarab, "Men seni yaxshi ko'raman" deydi ekanda bu qiz, kichik qiz. Shu gapni anglagandan keyin bu odam ajoyib bo'lib qoldi ekan, lekin og'zidan endi bir boshqarayotgandek, "Men seni yaxshi ko'ratdim" deydi ekanda. Degandan onda o qiz, "Amsa sen bir narsa tepib, o'zingni yo'q qilib ol" deydi ekan. Diplomatni kelgan ko'z yumib ketdi. Uxlagandek bo'lib 5 tuyan chiqib ekanda. Sonra bu odam endi ma'qul deb qo'llariga qo'yilib, keyniga o'rilib, yana mengib
Özüne işxanasına kirdi ekan. Bu jarayonda mana shu haq boshqaryapti-da. Ondan keyin bir bilan izlaydi ekan. Bu kalis o'zining nima izlayotganini uqmaydi-da, faqat ko'rdi, qo'llari izlaydi uni. U tatman ochar ekan, bu ishkobni ochar ekan, ocholmay topon bo'lgan sir terikir ekanda, terikkan hissiyotni his qildi ekan. Lekin kalis saqdi. Shu terikib burchaq derazaga bir tashtaq qo'yib qo'ygan ekan. Shu tashtaqni yegil otdi ekan. Yetib, uning bir parchasini elib, mush bo'yniga to'g'rilaydi ekanda, mush tomir bor-ku, mush cho'ng bir tomir. Aja to'g'rilab turganda, endi men dapagan to'rdashning yo'ldoshi-ku, to'rdash o'zi bir xil bu dejurniy turyapti, nima ish qilayotganda deb zerikib, bir to'g'ri telefon qilishga qoldi ekan. Achchig'achda bo'p nima ish qilayotganda deb seg'inib, telefon qilgandim deb o'zlabdi. Telefon qilsa, sal turib oldi ekanda, elib endi to'y qilib shu vaqtcha bu ko'zidan bir timim yosh chiqmoqmagan ekan bu odamning. Yig'lab ketar ekanda, men boshliq ajoyib bo'lib qoldim, o'zimni boshqarolmadim. Sendan telefon keldi, andan keyin o'zim bendim qaytib kelgandek bo'lib qoldim. Onundan burun men o'zimni boshqarolmay tas qoldim, tashdakni gilamga tiqib oldi deb yig'lab ketar ekan, qo'rqib ketar ekanda endi o'zim. Homlavoy bo'ldi, nima qilib qarab esib qolgan o'xshaydi deb tasallilarni bergan bo'ldi ekan. Andan keyin bu ishlarning ayig'iliqi o'birnidan ovozlar anglanib, bunda bo'p. Bu yerda yana ayol ko'rinib, eng oxirgi ish shu kechasi mashina haydab chiqib, brek so'qib, yo'qib ketganda endi bu ishlar biroq oxirlashdi. Endi oxirida nima ish bo'ldi biz uqmaymiz-da. Ko'ziga birdan ko'rindimi yo shu ayol birdan qildimi, uni uqmadik. Işte hop yo'qib ketgan ekan. Mana bu bugungi hikoya. Bir gapni tushirib qo'yibman ras. U dejurnixonda o'tirgan qiz shu o'zining ashada o'tirib uxlab qolganda lufqidi ekan, boshqa hech qanday ishni uqmaydi ekan. Shuning bilan bu hikoya oxirlashdi. Endi ma'lum sabablar tufaylidan bu hikoyani yolg'izlam chiqaray deb o'ylashdim. To'g'ri tushungan bo'lsanglar, vaqti 12 minut bo'libdi, asli 15-16 minut bo'lsa to'g'rilatdi. Yolg'iz chiqarsam to'g'ri bo'ldi ekan. Bo'ldi, xayr, xo'sh, omon bo'linglar.